Biz ma soat rayonidagi ma'nosini chiqarib baqila, ha? Birinchi ay, ikkinchi ay, uchinchi ay deb qo'yapti-ku. Qanda chiqaramiz buni? Buni menda chiqaramiz. Combo boxdan birini oldim. Combo boxdan birini olganning yoqi mushning loadga formning undaq yozaman. For month str deganimiz tang birdan boshlab nechigacha o'shgacha bo'lsin. Combo birninki adittim deganimiz month name str olsun. Next month str olsun. Programni qo'zg'atdim. Birinchi ay, ikkinchi ay, uchinchi ay, ikkinchi ay chiqdimi? Shundaq turlaymiz. Meniki qarab baqaylik, qani o'xshadimi? Ma'noda hozir navbatlik ay tanlanib qopti. Shundaq-ku. Bu navbatlik ay tanlanib qolsa, uning ko'nglimizni yarim qilmaymiz. Navbatlik ayni topadiganimiz qaysi? Combo birninki teksti deganimiz tang bo'ldi. Month name ichiga monthni tipib shundaq-ku. Buni nimning ichidan topdik, dataning ichidan topdik. Programni qo'zg'atdik. Qo'zg'alish qilamiz 3-ay. Amaliyot mayaga combo deb 1 deb yozilaq. Qo'zg'atsak 3-ay yozilaq. Combo 1 deydigan narsa yo'q. Mavu month str deganimiz stringning qisqartirilmasi-ku. Month deganimiz ay degan gap-ku, bu bir miqdor, o'zgargich miqdor. Men qurib qo'ydim, faqat hech qanday ifoda bermadim buningga yoki aniqlamadim. Asli buni mendaq aniqlashim kerak. Month str deganimizni mayaga eklab, dm orqali dm as integer deb mendaq aniqlashim kerak buni. Aniqlab qilsam dastlab qiymati Mesela iniqlim berishim kerak deslab. Ammo men jumlada iniqlim bermasammi, shundaq bir miqdor to'g'izildi, uning navbati qiymati birdan o'shgacha davriylandi ekan deb tunaverdi. Combo 1ning itemsi degan gap, mush combo 1ning ichiga qo'shilgan turilni ko'rsatadi. Ya'ni navbatdagi mau birdan boshlab o'shgacha bo'lsa, birini olsak birinchi ay, ikkini olsak ikkinchi ay deb qaytarib turdi-ku mau. Shu ay nomini qaytarib turgan funksiya mau. Ayshidkisi miqdor qimmat oladi san o'shgacha. Bir narsa birinchi ay deganda ma combo qo'shidi, ikki narsa ikkinchi ay deganda combo qo'shidi. Jami o'shkinchi ay vaqtcha combo xenzuch nomini qo'shib mangdi. Undan keyin ma davriylash tugaydi. Tamay o'shkiga tang o'g'cha davriylaydi chunki mavi. Agar mundaq kelib bir o'g'a vaqtida birini qo'yib birinchi ay deb yozib mayakasa programmada texmavi oxirqicha yetmabdi. Oxirqicha o'shkiga qo'y, oxirqicha yetmaganki next yana mushaga qaytarib o'tadi programmani. Astagini ijro qilib qo'ymay. Qaytarib o'tgandan keyin ta oxirqicha yetkicha mushtair ichida o'shki qitim davriylandi programma. Davriylandi bo'lganning yaqindan combo 1ning tekstiga mavi navbatdagi o'sha oyning qanchinchi oy ekanligini tepib, shuni mayaga chiqarib turdi. Men replaysga bir narsa ishlab beray. Bir misol ishlab beray. Buning uchun timerdan birini oldim, buttondan birini oldim, textboxdan birini oldim, yana textboxdan birini oldim. To'rtal narsa oldim-ku. Timerninki intervalni 1 sekund qilib tangshab qo'yma. Komandani OK deb qo'yma. Tekstning ichini bo'sh qilib qo'yay. Ondan keyin bu tekstning ichini bo'sh qilib qo'yish bilan birga multi linesni ras qilib qo'yay. Ko'p qur bir taraf qilsin. Ma'noning ichini bo'sh qilib o'tay. Tekst ikkininki. Menga qo'yilgan talab mundaq. Tekst birning ichida nurg'un xarakter bor. Sen mush OK knopkasini boshqa vaqtda tekst birning ichida nima bo'lsa, shu narsani izlab tepib, yan tekstdan birini olay, tekst shuning ichidagi narsaga almashtirib bersin demoqchi. Ma'nonkini yo'q qilib etdim-a? Shundaqmi? Tekst birning ichidagi masalan bo'shliq degandek narsa bo'lsa, shu yak ma'noni ko'rsatib berdim nurg'un xarakterning ichidan. Sen mushad barmish tekst ikkining ichidagi tekst birning ichidan tekst ikkini izlab tepib, bu narsani tekst ichidagi narsaga almashtirib et dedim. Davos almashtirib baqala.
Eng avval meningki intervalini 1000 qilib tengishgandan keyin ishlash holatini ishlamaslikka tengshab qo'yma. İşlamaydi. Ondan komandaning ichiga mendaq program yozma. Timer 1ninki enables deganimiz teng not timer 1ninki enables. Agar komanda 1ninki caption deganim teng OK bo'lsa, bu holda komanda 1ninki caption teng cancel chekinish degan gap qo'shma. Undaq bo'lmasa, ya'ni OK ga teng bo'lmasa, komanda 1ninki caption deganim teng OK bo'lsin deb shartni oxirlashtirdim. Komandaga yozgan programmam shu bo'ldi. Ma'qul programning roli mendaq. Timer 1ni biz hozir ishlamaslik holatiga o'tkazib yetdik-ku. Mush narsani aqtirib almashtirish uchun biz timer 1 ga program yozamiz. Biroq bu qup-quruq narsani aqtirib keslan bo'lmaydi albatta. Ana shunda bir narsa bo'lish kerak. Ondan keyin biz aqtirma degan vaqtimizda knopkani bosishimiz kerak. Biroq bu knopkaning bassaq, timer 1 ko'rinmaydi, uning ishlayotgan ishlamayotganini biz bilmaymiz. Shuning uchun ishlayotgan holatda bo'lsa cancel degani tursin, ishlamayotgan holatda bo'lsa, ya'ni OK ni bassang ishlaydi deb OK tursin deb qo'ydim. Programni qo'zg'atsam mana timer 1ni ko'rgil olmadi-ku. Bastım cancel ga almashdi, yana bir bassam OK ga almashdi. Shundaq-ku. Endi timer 1ni qo'shib kelib, buning timer degan adresiga menda program yozaman. Biz text 1ninki ichiga nurg'ilgan bir narsani tayyor kirgizib qo'yamiz-ku. Biz shuning ichidan izlaydigan narsani. Unda bo'lsa, men uning har bir harfini birdan izlab chiqishim kerak. Shuning uchun mid orqali har bir harfning o'rnini tekshiraman. Agar mid text 1ninki textning ichidan hozircha A deb qo'yib turay. A o'rindan boshlab bir dona xarakterni izlab topgan vaqtida mush xarakter teng bo'lsa, text 2ning ichidagi kirgizib bergan halqi xarakterga, ya'ni bo'shliqqa degandek. Bu holda text 1ninki texti deganim teng replace text 1ninki textning ichidan text 2ninki textni izlab tepib, text 2ning textiga text 3ninki textini almashtirib bersin deb yozdim. Endi F. Mayaga A deganimizni static as integer A deganimiz teng A plus 1 qilib qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Yaxshimi siz apandi mundaq bir ish bor edi deb yozib qo'ydim. Mayaga bo'shliqni yozdim. Ulashib almashtirib etsin. Almashtirib berdim. Ma kontrollarning ilinishi mundaq. Ya'ni text 1ning ichiga men shu izlab almashtirib etmoqchi bo'lgan barliq tekstni kirgizmoqchiman. Shundaq-ku. Bo'shliq bo'lamdi, A harf bo'lamdi, B harf bo'lamdi, xohlagan bir butun tekstning ichidagi harfni ma'lum birisini almashtirib etmoqchi, shuning uchun oldim. Umum tekstni ko'rsatish uchun. Endi mavi text ishkini ilishimlik sabab mushning ichidan almashtirib o'tilgan narsani belgilay olishim uchun oldim. Masalan, intayin ko'p xat bo'lsa, shu xatning ichidan A harfini almashtirib o'tmasam A ni. Ma'ni hamda qaysi mush A harfini qaysi harfga almashtirib o'tilganimni kirgizib berish uchun oldim. Ma OK'ni bo'lsa, ma knopkani bo'lsa, mush ishni mashg'ulotni boshlash uchun oldim. Timerni bo'lsa, butun programni ijro qildigan halqa qilib oldim. Har bir sekund bir qatim izlab ashni almashtirsin deb. Bunda bo'lsa, umum jarayonda mundaq narsa bor. Yani timerning birinchi ulab enablesni false qilib etdim-ku. Ishlamaydi. Qo'zg'algan vaqtida ma program ishlamaydi. Endi men buni ishiltish uchun, ya'ni mayaga yaxshimi siz mushtaq qalayimqan bir harfni kirgizdim deyli. Mushning ichidan men F harflarining hammasini yulduz belgisiga aylantirib deb bulab. Hem buni mushtaq qo'yib qo'ysam ishlamaydi bu. Programni qo'zg'alish kerak. Qo'zg'atish uchun men OK knopkasini bosishim kerak. Hem bu knopka bosilgan vaqtida timer abiyoq ishlamasin degani ishlash holatiga o'tish kerak. Shundaq-ku.
Endi mush ishlash holatiga o'tish uchun men timerning ichiga birinchi ulab yozmay timer 1 ning enable'si ishlamga holatda bo'lsa not degan ta'tirni qilib birtig'i ishlash holatiga o'tsin, ishlash holatida bo'lsa ishlamga holatga o'tsin. Ya'ni bundaq bosdim programmani ijro qildim. Bu harflarning ichidan men F harfini yulduz belgisiga aylantirib etdim, bosdim. Buni to'xtatib qo'ysam bo'ladi. Bir besib to'xtatib etdim-ku. Bosdim, hozir ishlayotdi, endi to'xtatib qo'ysam bo'ladi. Mao shu vazifani ustiga oldi. Ya'ni mush timerni soatni qo'zg'itish yoki to'xtatib qo'yish vazifasini. Endi bu soat ishlayotgan yoki qo'zg'ilayotganligini bu soat ko'rinmagankin men uqolmayman, shundaqmi? Nurg'un narsa bo'lsa bu besib qo'yib ishlayotgan, ishlamayotgan uqolmaganligim uchun OK deganni ishlayotgan bo'lsa cancel degan xat ko'rinsin, ishlamayotgan bo'lsa OK degan xat ko'rinsin deb ma'qul programmani shart qilib yozdim. Agar komandaning captioni OK bo'lsa, ya'ni hech qanday chiqilmagan holatda OK tug'i, OK bo'lsa, besishim qilam komandaning captioni cancel o'zgarsin. Bu chaqda timer ishlash holatiga o'tadi. Agar ishlash holatida bo'lsa, ya'ni OK bo'lmay cancel bo'ladi, bu ikki xil shart bor. Cancel bo'lib qolsa, ishlayotgan bo'ladi, bir bossam ishlamaslik holatiga o'tib OK degan xat almashsin deganni ko'rsatdi. Mushu jarayon faqat shuni amalga oshirish uchun yozildi. Boshqa layda yeri yo'q. Ammo bu timerni qo'shaksam, timerning faqat bir adresi va timer degan, ya'ni soat adresi. Bu yerda bir miqdor to'g'izdim. Static as integer deb. Bu a deganimiz tinchalik o'zgaruvchi miqdor, oladigan qiymat butun son degan gap, shundaqmi? Nimishqa degan ma'noning ichiga kirgizgandan keyin o'rnini, harfning o'rnini topsam butun son topdi. Hargiz bir harf 0.125 o'rinda ekan demaymiz-ku uni. Birinchi o'rinda yoki ikkinchi o'rinda deymiz. Shu butun son bo'ldi. Hem har qitimda soat har bir sekund bir qitim a'ga birni qo'shib bersin. Unda olganda mid orqali birinchi qitim birinchisini, ikkinchi qitim ikkinchisini, uchinchi qitim uchinchisini, to'rtinchi qitim to'rtinchisini tekshirib mangada u. Mayaga midninki mayag a'ni qo'yib qo'ydim-ku. Tekst birdan ichidagi mush a necha o'z 3-chi o'rindan bir dani xarakterini tekshirib, u agar tekst ikkininki, ya'ni mayag kirgizgan narsaga teng bo'lsa, ya'ni mushak nim kirgizsam almashtirib etmoqchi o'g'lim shu-ku, teng bo'lib qolsa, u holda tekst 1ning teksti deganim teng, ya'ni tekst 1ning tekstining ichidagi shu tekst 2ning tekstiga teng bo'lgan harfni tekst 3ning tekstiga, ya'ni ma'noni kirgizgan narsaga almashtirib ber dedim. Shartni oxirlashtirdim. Programni qo'zg'atdim. Mayaga xohlagancha son hamma narsani qo'shib kirgizdim. Bu sonliq ma'lumot omborlariga bir narsa qilganda, masalan, tekst hujjatlarini bir taraf qilgan vaqtimizda bek ishlaydi. Yoki bo'lmasa kod orqali qilamiz. ASCII kod orqali, masalan, Interning ASCII kodi 13. Agar musha yetkinas 13 ga teng bo'lib qolsa, Inter knopkasi urilgan bo'ladi. Shu Inter knopkasi urilgan kodni sen boshqa almashtirib etsak bo'ladi. Ammo shuning ichidan men S harfini, S kichik yozilish S harfini bundaq siziq almashtirib o'tay. Bosdim. Almashtirib berdimmi? Almashtirib berdim. Mush ASCII qaytgan ASCII'ninki qiymatini ma'u text 3 ga qaytarib bersin. Text 3 ga. Ya'ni text 3 ning teksti deganini musha yozib qo'yay. Text 3 ningki teksti deganim teng bo'lsin. Text 2 ningki tekstet. Ya'ni text 2 ning ichiga ASCII'ni chiqarib bergan-ku. Men buni ASCII'ni char orqali aylantiray. Char orqali xarakter ASC deganimiz mushu navbat kirgizgan xarakterning ASCII'sini qaytardi text 2 ga. Endi bu ASCII'ni men xarakterga aylantirmoqchi. Ma'u cho'ng A. Mayagim A chiqdi-ku. Avval A'ninki ASCII'sini ma'u text 2 ga yo'llab berdi. Text 1dagi A'ninki ASCII'sini text 2 ga. Ondan text 2dagi 65 ninki chariyan 65 ning ASCII'ninki haqiqiy qiymatini mayaga yo'llab berdi. Shunga ma'noga nima kirgizsak, u text 3 ga shu chiqadi. Masalan, H harfini kirgizsam 72, 72 ni ASCII'si 72 bo'lgan harf nima? H. H harfining ASCII'si nima? 72. Char bilan ma'u ASC ikkisi bir-biriga ta'tir. Bir misol ishlaylik. Biz shu misolda text box'ninki xat nusxasini yoki xat razmerini avtomatik holda o'zgartirgan yoki xat nusxasini avtomatik holda o'zgartirgan bir narsa ishlab boqalammi? Timerdan birini oldim.
xat razmerini o'zgartirish oson. Tekst birninki font nimasi? Font size deganimiz teng 72 vaqtgacha doirada ixtiyor o'zgarsin desam, yetmish vaqt ixtiyor o'zgarsin degan programma mana. Mana intervalni har minutga birdan qilib tengshab qo'yay, har sekundga. Text birninki font names deganimiz teng font count bitmas grand font count ayana xato yozdim amma. Olamiz bir layer ichida. Programmani qo'zg'atsam, xat nusxasini o'zgartirishdi mana. Xat nusxasi o'zgaryapti-ku? Mana shu. Mana xat nusxasining xatning razmerini avtomatik holda o'zgartirdim. Mana bo'lsa kompyuterning ichidagi xat nusxalarini ichidan xohlagan bir xat nusxasining kontiga to'g'ri kelgan xat nusxasi, masalan, butun xat nusxasi vizital bo'lsa, shu vizning ichidan xohlagan bir sonni tanlab, shuning udil kelgan, masalan, 80-90 deb udil kelgan xat nusxasini shu font name qilib tanlab berma demakchi. Shuning uchun bu ixtiyoriy o'zgardi. Razmerning tong kichikligiga qarab o'zgaryapti-ku. Ixtiyoriy xat nusxasi o'zgardi. Yana bir funksiya uçur ko'zniga chiqaradigan funksiya. Messenger box. Buning yozilishi mana shu mana msg box deb yozib bersammi bo'ladi. Shu funksiya shu, tirnoqni ochsam, parametrni belgilab qo'ysam, programni qo'zg'asam nima chiqadi hozir? Bir dona uçur ko'zniga chiqadi. Mush uçur ko'znigini chiqaradigan narsaning qanday aloyidligi va qanday vaqtda ishlatimiz, mushuni ko'rib baqalama. MSG box deganimiz maxsus uçur ko'znigini saqlash uchun ishlatildi. Buni odatda ifodalaganda, agar buningdagi qimmatni, mushuningdan bergan knopkalarning besilish qimmatini ma'lum bir miqdorga yo'llab bermoqchi bo'lsak, u holda miqdorni avval yozamiz. A deganimiz teng MSG box deb yozib, birinchi bo'lib ustiga chiqadigan xarakterni yozamiz. Masalan, yaxshimi siz XMRIT deb savol belgisini qo'yib qo'ydim, ha? Ikkinchi bo'lib, mush savol qaytargan javobni, ya'ni knopkalarning sonini belgilaymiz. Qaysi xil knopka va sizlar nima knopka chiqadi shu knopkani. Mana shu yerdan belgilab bersak bo'ladi. Avval yaqvani belgilab qo'yay. VB yes no ni. Yes no, ha? Nurg'un bu. VB yes no bo'ldi, ikki tal knopka chiqarib turdi. Pesh bo'lsam titlesini mavzu stoniga chiqargan yani chiqarib beradi deb yerga men muxtar deb chiqarib qo'yay. Shu programni qo'zg'atsam, bu load ekan-ku. Men buni chekilish adresiga yetkazib qo'yay, forumninki chekilish adresiga. Mana programni qo'zg'atsam, mana chekilsam chiqdi. Muxtar degan mavzu stone degan tuqqu chiqdi. Yaxshimisiz XMRIT degan ustiga chiqilgan dedik chiqdi. Ustida ikki tal knopka, birisi A, birisi yo'q degan tuq mana A, mana yo'q shunday-ku.